Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Kadastr agentligi Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va uning bo'limlari tomonidan o'tgan 9 oy davomida yer nazorati yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qashqadaryo viloyatida joriy yilning o'tgan davri mobaynida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish va ushbu yer uchastkalarida noqonuniy imorat qurilishiga oid 2326 ta holatda 370 gektardan ziyod yer maydonida qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Viloyatda yer qonunbuzilish holatlarini bartaraf etish bo'yicha o'tkazilgan profilaktik tadbirlar natijasida yer qonunbuzilish holatlarining 1091 tasi 279 gektardagi holatlar fuqarolar tomonidan ixtiyoriy bartaraf etildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga noqonuniy qurilgan imoratlarni bartaraf etish to'g'risida 1097 ta da'vo arizalari kiritilgan. Shahar tumanlar kesimida tahlil qilinganda eng ko'p noqonuniy egallab olish holatlari Qarshi shahri, Qarshi tumani va Kitob tumanlarida aniqlangan. Ma'lumot uchun, qonunchilikka ko'ra, yerlarni noqonuniy egallab olganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarliklar belgilangan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.